Endi bu yoqga faqat men gapiraman. Po'pisa qilib, qo'rqitishda davom etdingiz. Bular ham yetmagandek, oila a'zolarimdan biriga qo'l tekkizdingiz, o'qqa tutdingiz. Qon to'kdingiz. Davud Tatar o'g'li azob nimaligini hech qachon bilmagan bo'lsa kerak. Buning yagona sababi esa shu vaqtgacha meni tanamaganidir. Men Po'lat Alemdarman. Oilamdan to'kilgan har tomchi qon evaziga qoningiz to'kilaveradi. Odamingizning o'ligi eshigingizga boradi. Xuddi Po'latning qilgan ishi kabi. Biroz bosim o'tkazgandim, o'g'lim o'lib ketay dedi. Chunki Po'lat Alemdar degan nusxa jonli bomba. Kuni kelib o'rtamizda portlaydi. Hammangizga ma'lumki, o'limdan tap tortmaydigan darajada hech kim unchalik qudratli va xavfli bo'la olmaydi. Bu oxiri yo'q kulfatlarga sabab bo'ladi. Po'lat Alemdar ham siz aytgandek murosasiz bo'lishda davom etsa, ishoning, bundan faqat o'zingiz zarar ko'rasiz. Shuni o'qib oling. Davud Tatar o'g'lida yo'qotishdan qo'rqadigan ko'p narsa bor. Po'lat Alemdarning esa hozir qo'lingizdagi odamdan boshqa yo'qotishdan qo'rqadigan hech nimasi yo'q.